Assalomu alaykum Oyisha. Assalomu alaykum. Bu klinikaga qanaqa kelib qolgansiz? Bu klinikaga biz Instagramdan Aziz Ahmedovni ko'rib, Aziz Ahmedovga aloqaga chiqib kelganmiz. Hozirda Aziz akaning shogirdi Kamrondan lechini olib kelyapmiz. Hozirgi paytda kelganingizda necha kurs oldingiz va natijaga erishdingiz? Hozirda biz 2 kurs oldik. Hozirda bolam bemalol o'tiryapti, bemalol O'tira olmasdi, to'g'rimi? o'tirmas edi, dumalamas edi. O'yinchoqlar o'ynamas edi. Hozir bemalol dumalab o'tirib o'ynayapti. 2 kursda. Hozirda yana lechinani davom ettirmoqdamiz. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Undan oldin qaysi klinikalarga borgansiz? Qayerlarga murojaat qilgansiz? Ko'p joylarga borganman, natija bo'lmagan. Umumiy massajlar, mashg'ulotlar olganmiz, lekin foydasi bo'lmagan. Aziz Ahmedovning jamoasi sizga yoqdimi? Juda ham yoqdi. Minnatdorman hammasidan. Rahmat Oyisha.